O'zbekistonda dollar kursi pastlab bormoqda. Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Bugun 2025-yil 22-iyun sanasi O'zbekiston bozorida dollar va rubl kurslarining olinishi va sotilishi bo'yicha ma'lumotlar berib o'tamiz. Unga ko'ra, yurtimizda ayni damda 100 dollar kursi olsangiz 1.260.000 so'm, sotsangiz 1.252.000 so'mni tashkil etmoqda. Rossiya 1000 rubl kursi olsangiz 167.000 so'm, sotsangiz 152.000 so'mni tashkil etmoqda. Hurmatli kuzatuvchilar, ushbu ma'lumotlar barcha viloyat bozorlaridagi nisbatlardan kelib chiqqan holda berildi. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.